Mahfuzim Husaynovna, tayyormisiz? Tayyorman. Assalomu alaykum. Men Mahfuzim Husaynovna, ginekolog reproduktolog. Bugun kelgan sizdagi savollarga javob beraman. Assalomu alaykum. Qizimni to'yiga 6 oy bo'ldi. 5 kuni uziga tushdi. Tuxumdon katta bo'lib turibdi. 2 kunda kelsangiz yorilgan, yorilmaganini aytaman debdi. O'zi homilador bo'lish uchun, ginekologga uchrashsinmi? Qolgan hamma joyi sog' debdilar. Onajonlarimiz juda ham ko'p qizlarni shunaqa holatda olib kelishadi. Nafaqat onajon, chunki qo'rqishadi. Nimaga? Hozirgi kunda bespilotlik juda ko'payib ketyapti va qaynonalar, yaqinda bitta patsiyentkam kelishdi. To'yiga endi 3 oygina bo'lgan, lekin juda ham qo'rqib ketishgan. Nimaga? Sababi 2 marta o'ziga tushgan ekan, senda follikulum yorilmaydi, bepusht bo'lishi mumkin deb aytishibdi bitta doktorimiz va qaynonalari qo'rqib olib kelishgan. Shu holat yo'qmikan deb. Men ularga to'liq tushuntirdim. Mana hozirgi savolimiz ham to'ydan keyingi holat. To'ydan keyin qachon borsak bo'ladi ginekolog yoki reproduktolog qabuliga? Agar juftlik har doim aloqa qilgan fonida 1 yil davomida homila bo'lmasa, shundagina ginekolog qabuliga borish mumkin. Nafaqat ginekolog, reproduktolog qabuliga, chunki aynan 1 yildan keyin biz bepushtlik deb tashxis qo'yamiz. Endi qo'rqishadi. Shu holatga olib kelmasdan biz o'zbekchilik, serfarzand bo'lishni istaymiz, srazi farzand bo'lishni istashadi. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Bu vaziyatda turmushga chiqayotgan qizlarimiz uchun maslahat: to'yingizdan oldin ginekolog qabuliga, detskiy yoki vzrosli ginekolog qabuliga borib, nazoratda turib, hammasi joyida bo'lgandan keyin turmushga chiqishlarini maslahat bergan bo'lardim. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Menda umuman выделение kelmaydi. O'ziga tushsam follikula yetilyapti deyishdi. Keyin faqat davolangan paytim shilimshiq выделение keladi. Davolanish to'xtasa yana выделение kelmay qoladi. Shunda menda umuman ovulyatsiya bo'lmayaptimi? Tushunarli. Masalan, hayz siklini davriga qarab bizdagi ajralmalar ham o'zgaradi, ayoldagi ajralmalar. Bu qizimiz savoliga keladigan bo'lsak, agar hayzlarni o'rtasini kuzatgan bo'lsa, cho'zilchoq rostdan ham tuxumda oqidek, oldin masalan, bundan biz studentlik paytimizda o'rgatishgandek simptomlar bor. Ya'ni ko'rgan santimetr 15 santimetrdan cho'zilchoqlik oshdi, demak o'sha kun ovulyatsiya bo'lgan deyishardi. Hozir ham xuddi shunaqa. Chunki cho'ziluvchan выделениyalar ovulyatsiya davrida ortadi. Qolgan payt quppa quruq bo'lishi ham ayol kishiga bu norma emas, chunki har doim hayzdan keyin ajralmalar ozgina shilliq, hidsiz ajralma kelib turish kerak. Chunki nimaga? Bachadon o'zidan o'zi shilliq ajratmaydi. Bu qindi mikroflorasiga bog'liq. Qindi o'zini. Faqat bachadondan, ya'ni bachadon bo'ynidan keladigan shilliq hayz o'rtasida bo'ladi. Qindan keladigan ajralma hidsiz, och rangli bo'lishi kerak. Bu nimaga? Masalan, ayol kishini jinsiy organi ochiq sistema, erkaklarda yopiq sistema. Ochiq sistema bo'lgani uchun har doim qon muhiti tozalanib turadi. Chunki shuncha quppa quruq bo'lgan ayollarda ham shilinishlar bo'ladi, yallig'lanish holatlari tezroq, ko'proq kuzatilishi mumkin. Va bu bizning gormonlarimizga bog'liq. Agar gormonlar joyida ishlasa, norma holatda ajralmalar kelib turishi kerak. Demak, ginekolog ko'rinishiga borishlari kerak. Ularga maslahatim ginekolog ko'ruvdan o'tishlari shart. Nima maslahat berishsa, o'shani qilish muhim. Assalomu alaykum doktor. Sog'lom ayolda va o'ng va chap tuxumdonlarda har oy galma-galdan dominant follikula yetiladi deyishdi. Shu rostmi? Iltimos javob bering. Masalan, ayol kishining organizmi, endi umuman insonni oladigan bo'lsak, hamma inson har xil. Xuddi shunaqa ayollar ham har xil. Masalan, ularda tuxum hujayrasi ham turlicha bo'ladi. Bir galda o'ng tuxumdonda bo'lsa, bir galda chap tuxumdonda follikula yoriladi. Masalan, aytishlaricha, statistika bo'yicha 12 oy bo'lsa, har oy ovulyatsiya bo'lishi shart degan gap emas. Masalan, ayrim oyda ovulyatsiya sodir bo'lmasligi mumkin norma holatda. 1 yilda 12 ta oy bo'lsa, 9-11 martagacha ovulyatsiya bo'lishi mumkin. Qaysidir oyda ovulyatsiya bo'lmasa, bu patologiya deyish kerak emas demoqchiman. 3 oyda kuzatish. Shuning uchun biz qabulimizga kelgan ayollarni 3 oy ketma-ket kuzatamiz. Masalan, bitta ayolda faqat chap tarafda yetilishi mumkin. Bitta ayolda o'ng yoki chapda. Bitta ayolda faqat o'ng tarafda, keyin chap taraf ishlashi mumkin. Demoqchi bo'lganim hammada har xil. Tushunarli. Qarang, salom doktor, menda follikula yetishmaydi. Kichkina 1 yil bo'ldi.
gonadotropin ishladi. Shunda ham o'smadi. Nima qilish kerak? Hozir. Demak, sizda aynan sizni savolingizga javob birdaniga bitta qilib javob bera olmaymiz. Chunki organizmi bilmasdan turib, demak sizda insulin balanddir. Follikul o'zi yetilib yorilmayotgan bo'lsa, bo'lishi mumkin sizda semizlik ikkinchi yoki uchinchi tip, ya'ni insulinga bog'liq bo'lgan, yoki sizda yallig'lanish holatlari yuqoridir, yoki bizda o'sha ikkita fazamiz bor, birinchi va ikkinchi faza bir-biriga nomutanosib ishlayotgandir. Buni faqatgina sizni ko'rgandan keyingina ayta olamiz. Nima sababdan sizda aynan gonadotropin ham ishlamagan? Biz faqatgina gonadotropin yordamida follikulingizni yetiltirib o'stirmaymiz, avval kuzatamiz, defitsitlarni to'ldiramiz. Ayol kishi qachon sog'lom bo'lsagina, masalan, defitsit yo'q bo'lsagina, keyin homilaga harakat qiladi. O'zi masalan, kechirasiz, insulin baland bo'lsa, to'lachadan kelgan bo'lsa, yoki bo'lmasam o'ta darajada kaxiksiya holatida ozg'in bo'ladigan bo'lsa, temir defitsit, ferritin kam, yallig'lanish yuqori organizmda, конечно, homila bo'lish ham juda ham qiyin va shu hisobiga ham ovulyatsiya jarayoni sodir bo'lmaydi. Shuning uchun bularga maslahatim reproduktolog qabulida bo'lib, avval общий umumiy ko'rikdan o'tib, keyin homilaga harakat qilishlarini tavsiya qilgan bo'lardi. Qarang, menda follikula yetilmaydi, ovulyatsiya bo'lmayapti deyishibdi-da, keyin ko'pchilik menda ham shu holat, ikkita farzandi bor, follikula muammo bo'lyapti deyapti. Follikula muammo bo'lishi mumkinmi? To'liq aynan shu videoni ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. Qarang, assalomu alaykum, savolim bor edi. Men turmush qurganimga 1,5 yil bo'ldi. 2 marta tushib ketdi. O'zbekistonda doktorlarga bordik, dekabrda tushdi. Keyin fevralda kista bo'lib qoldim. Kista davolandim. Keyin yozda ikkinchi bolam iyunda yana tushdi. Rossiyaga keldik, virusing bor deyishdi. Virus natijasida davoladik va virus chiqmadi. Demoqchimanki, virus boshqa bo'lmaydimi yoki yana paydo bo'lib qolmaydimi? Hozir homiladorlikka ruxsat bergan deb yozibdilar. Tushunarli. Aynan bu holatda masalan homila ketma-ket tushyapti. Birinchi sababini aniqlash kerak. Qanaqadir to'rchi infeksiya, virus, ular aytaylik 3-4 o'rinda. Mayli infeksiya bordir, lekin u 3-4 o'rinda turadi. Birinchi o'rinda homilaning rivojlanmasligiga dastlabki 3 oydagi sababi bitta narsada, masalan, sog'lom genetik jihatdan sog'lom bo'lgan homila, 100% sog'lom bo'lgan homila 3 oylikgacha srokda, ya'ni birinchi trimestrda tushib qolishi, rivojlanmay qolishi kuzatilmaydi. Aynan nima deydi, genetik jihatdan nosog'lom xromosomli qanaqadir patologiya aniqlangan homilalarda birinchi trimestr, ya'ni 3 oylikgacha bo'lgan muddatda yoki qon ketib qoladi yoki rivojlanmasdan qoladi. Bu birinchi sabab. Shuning uchun bularga maslahatim, genetik mutaxassis bilan 2 marta homila tushibdi, genetik mutaxassis bilan er-xotin birgalikda kelib maslahat olishlarini maslahat bergan bo'lardim. Ikkinchi holatda aynan virus, qanaqadir infeksiyani qaytarib aytaman, bu birinchi o'rinda turmaydi va siz organizmingizga tushgan o'sha virus yoki infeksiya siz organizmingizda butun umrlik immunitet hosil qiladi. Masalan, biz o'zi infeksiya bilan tug'ilamiz. Men hammaga aytaman, infeksiya bilan tug'ilamiz, infeksiya bilan yashaymiz. Masalan, bizni tuberkulyoz anaqamiz domlamiz aytishardi. Seni atrofingda tuberkulyoz tayoqchalar aylanib yuribdi. Qachon immuniteting pasayadi, o'sha seningda qo'zg'atadi. Lekin biz masalan BCG hamma infeksiyaga qarshi emlangan, tuberkulyozga qarshi. Lekin hamma ham kasal bo'lmaydi. Qachonki immunitet pasaysa, demoqchi bo'lganim, organizmda bitta tushdimi o'sha infeksiya, immunitet hosil qiladi. Siz qayta uni yuqtirib olmaslik uchun yoki qayta qo'zg'atmaslik uchun immunitet tushirmaslik kerak. Bu birinchi maslahatim. Agar juda infeksiyadan qo'rqishsa, ikkinchisi aynan genetikdan tashqari bizda katta sabablar bo'ladi. Endi bu katta sroklarda aynan APS sindromi va keyingisi qon quyuqligi. Masalan, biz bekorga aytmaymiz, homilador bo'ldingizmi, qon birinchi o'rinda umumiy tahlil, koagulogramma, sidik analiz topshiring. Aynan o'sha 3 ta analizda mayda-mayda anaqalarni ham bilib olishimiz mumkin. Nima deydi? O'zgarishlarni ham. Shuning uchun maslahatim, yaxshi ginekolog, reproduktolog qabullariga borishni maslahat bergan bo'lardim. Eng oxirgi savol. Assalomu alaykum. Men vnimatishni bo'lib, o'ng turbamni oldirdim. Endi homiladorlikka tayyorlanmayapman, lekin o'ng tuxumdonni follikul yetilmayapti. Chap tarafimda yetilmayapti.
o'ng tuxumdonida yetilyapti, chapda yetilmayapti. 3 oydan beri follikulometriya qildiryapman, lekin natija yo'q. Nima qilish kerak? Bu unaqa savol juda ham ko'p va qabulimizga keladigan ayollarda ham faqat menda o'ng truba yo'q, lekin o'ng tarafda follikul yetiladi va bizni praktikamizda ham juda ko'p kuzatiladi. Aynan o'ng tarafda uchrashuv maydoni yo'q, lekin chap tarafda follikul yetilmaydi, lekin bu yoqda follikul yetiladi. Va ayrim mo'jizalar ham bo'lib turadi-da. Bitta patsientkamda xuddi shunaqa bo'ldi. Bundan 2,5 oy oldin, noyabr yoki dekabr oyida xuddi shunaqa bo'ldi. Xullas chap tarafda follikulingiz yetilibdi, bizni anaqamiz o'ng tarafdan dedim, jo'natib yubordim, lekin homilador bo'lib ketdi. Shunaqa mo'jizaviy taraflar ham bor. Biz Alloh emasmiz, hammasiga Alloh sababchi. Bu bitta vaziyat. U ayolimizga maslahatim tushkunlikka tushmaslik kerak va hozir biz nima deydi, o'tmishda yashamayapmiz, tosh davrida. Hozir meditsina juda ham jadal rivojlanyapti. O'ng tarafda yetilmasa, o'ng tarafda stimulyatsiya qilish kerak yoki chap tarafda yetilmasa, chap tarafda stimulyatsiya. Demoqchi bo'lganim, kutmaslik kerak, vaqtni boy bermasin. Chunki reproduktologiyada eng muhim narsa bu vaqt. Ya'ni bu vaziyatda eko orqali homilador bo'lishlari mumkinmi yoki qanaqa? Yo'q, bu vaziyatda birinchi o'rinda maslahatim stimulyatsiya qilib, masalan, biz kelgan har bitta patsientga turbasi yopiq bo'lsa, bitta taraflama. Srazi ekoni maslahat bermaymiz, avval 3 oy kuzataylik. Aynan o'sha chap tarafingiz ochiq bo'lsa, chap taraflama stimulyatsiya qilib ko'raylik. Tabiiy 1 yoki 2 oy ko'ramiz, homila bo'lmasa 3-oyda inseminatsiyani maslahat beramiz. Mana uchrashuv maydonimiz, ya'ni mana shu maydon, mana tuxum hujayra o'tadigan maydonimiz bizda yo'q. Tasavvur qilinglar, yo'q bo'lsa, endi o'sha taraflama tiklash imkoni yo'q-ku. Agar mana ikki taraflama yopiq bo'lsa, 100% sizga ekon maslahat bergan bo'lardim deb aytamiz. Agar bir taraflama yopiq bo'ladigan bo'lsa, biz bu taraflama, ochiq taraflama harakat qilishimiz kerak. Ya'ni stimulyatsiya qilib, inseminatsiyaga harakat qilamiz. Agar o'xshamasa, keyin eko. Muhimi vaqtdan unumli foydalanish shart. Yana bitta savol, qarang, follikula yorilyapti, lekin homilador bo'lmayapman. Sababi nima? Yana mana 1 yil bo'ldi, farzandim yo'q, follikula zo'r yetilyapti. Hozir. Masalan, yana bittasi ham xuddi shunaqa deyishibdi, follikula yetilyapti, zo'r, 1 yil bo'ldi, lekin farzandim bo'lmayapti deb yozishibdi. Bu vaziyatda birinchi savolim, xo'jayiningizni tekshirtirganmisiz? Xo'jayiningiz spermogramma tahlili topshirganmi? Chunki homila 50% onadan, 50% otadan denk oladi. Shu sababdan birinchi savolim, hamma kelgan ayollar keladi. Mana kecha ham 3 ta ayol keldi, hammasi o'zi kelgan. Qani xo'jayin? Yo'q deydi, ishda deydi, pastda kutib turibdi. Kelganlarni chaqirtirib xo'jayini bilan birga gaplashtirdim. Birinchi savol faqat ayol kishiga bog'liq emas. Sizning savolingizga men savol bilan javob beraman. Qani xo'jayiningizni spermogramma holati qanday? Va ikkinchisi, 1 yildan oshdi, hammasi normada, idealni, lekin turba tekshirilmagan. Turbalarda ko'raylik, yuqoridagi gaplarimizni eshitib chiqishsin, ya'ni uchrashuv maydoni qani. Va uchinchisi, agar sizdagi follikul chiroyli, zo'r yetilishi mumkin, lekin uni biz sifatliligini bilmaymiz-ku. Shuning uchun eng muhimi to'g'ri taktika va to'g'ri yo'nalish. Bo'ldi, tugadi, rahmat. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi safar albatta savollaringizga xuddi shunday tarzda javob beramiz.